Yo, dam ovutdim may. Mana qara, nima qilyapsan? Sochim jingalak qo'yib, men Xurram Sultonga o'xshayman. Xurram Sultonni bug'doy rang variantisan. Manchi yo'qman. Yopishtiraymi shuni? O'myum. Mana qara, nima deyapsan? Turkcha o'rganyapman. Sizni seviyorum. Mana qara xotin, sen turkcha serial ko'rma, xitoycha serial ko'r. Nimaga? Xitoyliklar ham serialni yorib tashlaydi, ham konkurslarni yorib tashlaydi. Konkurs? Yur, ana bu Chauki magazin umringda birinchi marta 200 mingdan ko'p narsa xarid qilishing mumkin. Yo'stonmi, bundan oldin 20 mingdan ko'p narsa olmadi dedingiz-ku? Hozir sababini aytaman. Buyukcha bilan yubashga oldim o'zimga. Iltimos, shim bilan ko'ylak oldim-da, sharmanda qilasan. Buyukcha bilan yubashga oldim. 200 mingdan o'tdimi? Ha, o'zi nimaga o'tish kerak 200 mingdan? 1-maydan 10-maygacha Chauki do'konda zo'r konkurs bo'lyapti. Agar shu kunlari sen 200 mingdan ko'p xarid qilsang agar, senga kupon beriladi, 10 ta velik, 3 ta kondisioner yoki iPhone 7 ni yutib olishing mumkin. Uya, olib ketaman buni bo'lmasa o'zim bilan. Yo'q, bu yutganlarga. 10-may kuni g'oliblarni aniqlashar ekan, 14 ta katta sovg'ani yutib olmasang ham 100 dan ortiq sovg'alar va pul mukofotlari bor ekan. Sen shunchaki kuponni tashlasang bo'ldi, nimadir aniq yutib olamiz. Yo'stonmi, men ketdim bo'lmasa yana narsa olaman. Rubashka olma.